Assalomu alaykum. Men ismim Asilbek Mirzayev. Men Latviya talabasi sifatida bu yerda yashayman va talabalarga Latviyaga o'qishga kirishga va kelishida yordam beraman. Bu videomiz ko'pchilikka yetib borishligi uchun like bosing, izohda o'z fikringizni qoldiring va Latviyada o'qimoqchi bo'lgan do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Latviyada o'qishni rejalashtirayotgan har bir talabaning birinchi savoli bu Latviyada yashash uchun bir oylik xarajatlar qancha bo'ladi. Bugun siz bilan 2026-yil uchun real narxlarni ko'rib chiqamiz. Kvartira ijarasi, oziq-ovqat, transport va talabalar byudjeti. Latviyaga kelganingizdan keyin birinchi va eng katta xarajatingiz bu uy, ya'ni kvartira arendasi hisoblanadi. Va hozir sizlar bilan Latviyada o'zi talabalar qayerlarda yashashadi va bu ularga nech bilan tushligini ham ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda albatta talabalar yotoqxonasi. Ingliz tilida aytadigan bo'lsak dormitory yoki dorm. O'zingizlar bilasizlar, ko'plab davlatlarda talabalar yotoqxonasi bo'ladi, ya'ni universitet tomonidan bino tashkillangan bo'ladi. O'sha joyni talabalar yotoqxonasi qilib qo'yishadi va u yerda har bir universitetning o'ziga tegishli bo'ladi. Latviyada ham xuddi shunga o'xshash joylar bor, lekin ular nisbatan kamroq va bu talabalar hisobiga ko'pchilik bo'lganligi uchun yetmay qolishligi mumkin, ya'ni joylar tanqisligi bor. Shu sababdan talabalar yotoqxonasining o'rniga talabalar o'zlari kvartira olib yoki sheriklari bilan turishlikni ma'qul ko'rishadi. Endi talabalar yotoqxonasidagi narxlar bilan tanishtiradigan bo'lsam, asosan 2026-yilda 240 yevrodan 350 yevrogacha va 420 yevrogacha ham talabalar yotoqxonasida nech xonali joyda turishingizga qarab va lokatsiyasiga qarab universitetga yaqin joyda bo'lsa, narxi balandroq bo'ladi. Universitetdan 5-6 kilometr yoki salkam 10 kilometrcha uzoqroq joylarda bo'lsa, ya'ni shu radiusda bo'lsa, narxlar arzonroq bo'lishligi mumkin. Va ayniqsa ikki xonali, ya'ni sherigingiz begona bo'lishligi mumkin. O'shanaqangi holatda tushadigan bo'lsa, sizga o'rtacha 240 yevrodan boshlanadi. Bir xonalilar 350 yevro, ya'ni bu talabalar yotoqxonasida. Va hozir 420 yevrogacha ham chiqishligi mumkin. Bu plus minus 400 yevro desak bo'ladi. Va yana diqqat berishning kerak bo'lgan joy, bularda hammasi yevroda hisoblanyapti, dollarda emas. Dollardan ko'ra yevro biroz qimmatroq yuradi. Va talabalar yotoqxonasi qanaqalarni topsak bo'ladi deydigan bo'lsangiz, avvalambor universitetingizni veb-sayti orqali tekshirib ko'ring, o'sha universitetning talabalar yotoqxonasi bormi yoki yo'q. Chunki Latviyada men bilganim bo'yicha faqatgina 2 yoki 3 universitetni talabalar yotoqxonasi bor xolos. Bu RSU universiteti, Artu, ya'ni Riga texnika universiteti va Latviyskiy universitetniki adashmasam bor edi. Bu birinchi variant. Endi ikkinchi variant bu sizda biron bir kvartirani qaysi bir odam olgan bo'ladi, o'zbeklardan yoki boshqa bir millatdan, yevropaliklardan birontasi olgan bo'ladi va unga sherik kerak bo'ladi. Va o'shanaqa sherik kerakliklar WhatsApp gruppalar, Facebook guruhlar, Telegram guruhlarda yoki Instagramlarda yozishadi. Ya'ni menga sherik kerak deb yoki o'zi Latviyaga kelganingizdan keyin bironta joyga bir necha kunda mehmonxonada turib turgan bo'lsangiz, keyin universitetda tanishib qolgan bo'lsangiz, shunaqangi holatlarda sherigingiz topib olsangiz bo'ladi. Sherik bilan turadigan holatingizda har bir talaba uchun qanchadir miqdor belgilab qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni uyda egasi tomonidan bu balki 150 yevro yoki 200 yevro sizga o'shanda 3 xonali uyni bitta xonasini o'zini qilib beradi va o'shani xonani o'ziga siz o'sha 150 yevro, 200 yevro to'laysiz. Uni oshxona boshqalari o'zi umumiy bo'ladi. Ya'ni 3 kishi, 4 kishi har xil xonada alohida yashaganligi bilan oshxona va hammom shared, ya'ni bo'lingan bo'ladi. Hamma birga ishlatadi. Bu ya'ni kimdir hammomda bo'lsa siz kiramiz, u chiqqanidan keyin kirishingiz kerak bo'ladi. Oshxonada ham qazir vaqtsiz ovqat qilsiz, ular qilmay turadi, ular qilsa siz qilmay turasiz. Shunga o'xshash bo'lishligi mumkin. Endi bu kvartirani oylik ijara haqqi. Undan tashqari bu ko'p joylarda har xil bo'ladi. Kommunalka bo'ladi, ya'ni ishlatgan svetingizga, tokingizga, suvingizga, bitta gaz yo'q, sentralniy, ya'ni markaziy isitish sistemasi ishlaydi. Latviya o'zlari davlat tomonidan o'zi yoqib, o'zi o'chiriladi. Havo sovisa isitish yoqiladi. Havo iliq bo'lsa isitish tushadi. Chunki uylarning havosi o'zi iliq va yaxshi holatda bo'ladi. O'shanga ham siz qo'shimcha to'lov qilishingiz kerak bo'ladi kommunalka uchun. Bu kommunalka ham avvalambor o'zi shaharni qaytalik o'sha yashab turgan uyingiz, xoh u universitetning yotoqxonasi bo'lsin, xoh u begona odamni bironta unga sherik bo'lib kirgan uyingiz bo'lsin, kommunalka har xil kelishligi mumkin, chunki u lokatsiyaga va binoga qarab keladi. Ayniqsa sentrlarda bo'lsa, kommunalka yana ham qimmatroq kelishligi ehtimoli katta bo'ladi. Shahardan biroz chekka, shaharni sentridan 5-6 kilometr radius uzoqlikda bo'ladigan bo'lsa, biroz arzonroq bo'lishi mumkin. Chunki soliq Latviyada bu qimmat va ayniqsa
21% hisoblab olasizlar o'zinglar. Chunki chiqayotgan hisobdan 21% hisoblaysiz, o'sha qo'shimcha sizga hisobingiz bo'ladi. Va undan tashqari, kommunalka haqida sizlarga ma'lumot aytib o'tadigan bo'lsam, kommunalkada joylarga qarab bu, ya'ni binoga qarab bo'ladi. Yangi binolar bo'lsa yoki hozir binolarda management fee bor, ya'ni boshqaruv feesi bo'ladi. Boshqaruv haqqi deyiladimi bizda? Bu mana shu siz binoyingiz, masalan, siz yashab turgan kvartira 10 etajlidir. O'sha binoni tozaligini saqlashda, texnik holatini saqlashda, liftlar buzilishi, ustalar chaqirib o'zlari to'lashligida mana shunaqangi management fee olinadi. Bu ham oylik o'sha nimani kommunalkani ichiga kirib keladi davlat tomonidan. Bu 20 yevro yoki 30 yevro har xil bo'lishi mumkin. Bunga e'tibor berib olasizlar. Xo'p. Endi umumiy hisobda aytadigan bo'lsam, o'sha shiriklar bilan turadigan bo'lsangiz, siz har bir talaba oyiga примерно taxminan 150-200 yevro ishlatishligi mumkin. Bu ba'zida kommunalkani ichida aytishadi, ba'zida tashqarida, ya'ni kommunalka bilan yoki kommunalkasiz o'zlari siz uy qidirib turganingiz yoki uy egasi bilan gaplashib turganingizda, sizga yoki xonani berib turgan odam bilan gaplashib turganingizda, mana shu narsalarni ochiq-oydin aniq qilib gaplashib olishligingiz kerak bo'ladi. Ya'ni aytishligi mumkin. Nech pul? Oyiga 220 yevro yoki 200 yevro mana shu xona sanga. Xo'p. Buning ichida nima bor? Balki Wi-Fi puli alohidadir yoki kommunalka alohidadir. Buni bilmaysiz. Shu sababdan kommunalka ichidami yoki yo'qmi bilib olishligingiz kerak yoki o'zlari aytib berishlari, qo'yib berishingiz kerak. Ko'p holatlarda Latviyadagilar aldamaydi. Mashinaga uchrab qolishligingiz ehtimoli kamroq. Bor, yo'q emas, lekin nisbatan kamroq boshqa davlatlarga qaraganda, chunki skamerlar nisbatan kamroq. Bor, lekin yo'q degani emas. Shuning uchun hushyor bo'lasiz va aytmasa o'zingiz so'rab olasiz. Buni narxini ichida kommunalka bormi yoki yo'qmi? Chunki oyda oxirida kelganda siz to'lov qilib bo'lgansiz, o'zidan-o'zi kelib turib kommunalkani ham berishing kerak. 70 yevro bo'ldi yoki 80 yevro bo'ldi har bir kishiga deydigan bo'lsa, prosta to'lab o'tirmaysiz-ku, to'g'rimi? Qog'ozni ko'rsating, nech pul chiqibdi, bo'laylik, ko'raylik. Haqiqatan shunchami ko'p olayotgan bo'lsa, tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. Bu o'zimdan shaxsiy tavsiya bo'lib o'tib ketdi. Ana endi mana shu sheriklar bilan kvartirada turadigan bo'lsangiz, holatiga yana bir narsani qo'shib o'tsam bo'ladi. Siz masalan Latviyaga 3-4 kishi o'rtoq bo'lib kelayotgan bo'lsangiz, keldingiz, boshidagi nechtur kun biror bir mehmonxonada turdinglarda va sizlar uy qidiryapsizlar. Bitta uy olib, sherikchilikda chiqadigan bo'lsalar, ya'ni faqatgina o'rtoqlar o'rtasida chiqadigan bo'lsalar, bitta uyda pulini 3 kishiga bo'lib va kommunalka ham 3 kishiga bo'linsa, bu ancha arzonga tushadi. Masalan, Instagramda mana shu video qilib chiqilgan. Mani Instagramda kuzatadiganlar bo'lsa yoki ko'rmagan bo'lsalaring, Instagramda Latviyada mana shu talabalar xarajati, uy-joy narxlarini aytib o'tganman, kvartira arendalarini. O'sha yerda ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Yana eslatib aytib o'taman. Latviyada minimum deylik, mana 2 xonali uyni narxlari o'sha videoda aytilgan. Hozir ham aytib o'taman. 2 xonali uylarni lokatsiyasiga qarab yoki 3 xonali uylar narxlari 350 yevro, 450 yevro yoki 500 yevrogacha borishi mumkin. O'rtacha yaxshi remontli uylar 400 yevrogacha bo'lishligi mumkin. Endi 400 yevroni 3 kishiga bo'lasiz va plus 250 yevro qishda 250 yevrodan 350 yevrogacha kommunalka kelishligi mumkin. Bu xoh 300 bo'lar, xoh 200 bo'lar. Sizni qanchalik ishlatishingizga qarab va markaziy isitish sistemasi qanchalik ishlashiga qarab, chunki bu yerda aynan eng qimmati mana shu isitish sistemasiga ketadi. Bizda O'zbekistonda gazga ketsa, bu yerda isitish sistemasi eng katta pul oladi va plus o'shanga soliq ham chiqadi. O'shanisi yana ham ko'proq yeb boradi. Suv, elektr bular juda ham arzon bu yerda. Meni hisoblashim bo'yicha endi bu. Men aytadigan holatim, mana shu sheriklar bilan turganingizda, do'stlaringiz bilan o'zingiz kvartirani arendaga oladigan bo'lsangiz, bu talabalarga anchagina arzonga tushadi. O'zingiz o'ylang. 2 xonali uyni siz 350 yevroga olyapsizda va 3 kishi bo'lishyapsizlar. Kommunalkani ham bo'lyapsizlar. Jami hammaga mana 200 yevrodan tushsin yoki 200 yevrodan kamroq tushadi ko'p holatlarda. Agar siz ko'pchilik turadigan bo'lsangiz va bu talabaga oylik xarajatini ancha yengillik bo'ladi o'shanda. Endi mana shunaqangi holatlarda ba'zi odamlar, yo'q, men alohida turaman, bir xonali uyni o'zimga olib, o'zim yashagim keladi, men o'zim turmoqchiman deydiganlarga bu ko'p holatlarda qimmatga tushadi, ayniqsa talabalarga. Endi bemalolchiligingiz bo'lsa, sizni doimiy kelib turgan daromad manbaingiz bo'lsa, unaqangi holatda o'zingiz tursiz ham bo'ladi. Endi bu har kimni o'zini holatidan kelib chiqib, byudjetidan kelib chiqib harakat qiladi. Alohida turadigan kvartiralar, ya'ni bir xonali kvartiralar o'rtacha 250 yevro sostoyaniyasiga qarab, ya'ni uyni remontiga qarab turib narx o'zgaradi. 220 yevroga ham bor, dabdala chiqadi. 250 yevro, 270, 300 yevrolar atrofida yaxshi remontli, yaxshi
adresda, manzilda, yaxshi rayonda joylashgan, tinch rayonda joylashgan holatlardan uylar topsangiz bo'ladi. Endi 300 evroni o'zingiz har oy bilib turibsiz, 300 evro tan narx bor, o'shani to'laysiz, plus o'shanga qancha har oy kommunalka ishlatgan bo'lsangiz, har oyda 15-sida, 11-sida, 15-sigacha kommunalka chiqadi. O'shandan keyin to'lab qo'yishingiz kerak bo'ladi. To'lamasangiz u ham penya yozadi. Xo'p, endi kvartirani tanlash bo'yicha men aytib o'tadigan o'zim maslahatim yozib qo'ygandim. Bu avvalambor rayoniga qarab e'tibor berib va kommunalka nech pul chiqishiga qarab olinglar. Chunki Latviyada uylar o'z aslida talabalarga berishligi qiyin. O'zingiz shaxsan o'zingiz men Latviyaga keldim, mana qanchadir yashadim, ID kartam bor, vizam bor, hamma narsam bor. Men uy olmoqchiman. Uyda egasiga telefon qilsangiz, yo'q, men talabaga bermayman deydi. Endi qaysidir holat bo'ldi, talabalar yaxshi holatda saqlamaganligi uchun shunaqangi holatlarga ham kelib qoldi, lekin baribir shunda ham eplab olayotganlar bor. Masalan, men o'zim ham olganman, o'zimni uyimni, kvartirani arendaga latish odam bilan gaplashib olganman va menga o'xshagan insonlar juda ham ko'p. Shunaqangi eplab olganlar, lekin ko'pchilik uni eplalmaydi. Sababi birinchi o'rinda o'zi rus tilini bilmaydi yoki muomala madaniyati sal muammolilar bo'ladi yoki shunchaki nasib qilmaydi. Endi kvartirani tanlay turganingizda avvalambor rayoniga e'tibor bering. Birinchi o'rinda universitetga yaqin joydan olishlikda maslahat bermagan bo'lardim. Chunki universitetga yaqin joylar bu universitetlarni o'zingiz ham bilasiz, O'zbekistonda ham shu, universitetga qancha Toshkentda ayniqsa, universitetlarga qancha yaqin joydan olsangiz, shuncha narxi qimmatlashadi kvartira narxi. Universitetlardan, metrodan uzoqroqda bo'lsa, shuncha arzonroq bo'ladi. Chunki unga yengillik yo'q uyda atrofida. Shu sababdan ham arzonroq bo'ladi. Latviyada ham, ya'ni deyarli butun dunyoda ham shu. Shahar markazidan olmang, sababi shahar markazi shovqinli. Shahar markazidan 2-3 kilometr uzoqroqdagi radiusdagi kvartiralarda olishga harakat qilinglar, o'sha rayonlardan va o'sha yerlarda sizga kam mashina yuradigan yo'l bo'ladi, lekin avtobus va mahalliy transport hamma yoqqa yuradi. Latviya bo'ylab, uni muammosi yo'q. Ya'ni siz chekkasida bo'lsangiz ham, sentrdan 20 kilometr uzoqda bo'lsangiz ham, hattoki aeroportdan shaharda markazgacha ham avtobus keladi, ya'ni mahalliy transport. Bu Latviyaning mahalliy transportda qanchalik rivojlanganligi, yaxshiligini ko'rsatadi. Shu sababdan iloji boricha sentrdan olmaslikka harakat qilinglar. Universitetingizdan 5-6 kilometr radius uzoqlikda olsangiz, bu yana ham yaxshiroq bo'ladi. Chunki universitetdan ko'pchilik yon atrofidan qidirishadi. Aka, universitetda yon atrofida uy qidiryapman, topishib yuboring deyshadi. Aytaman, meni qo'limda emas, o'zingiz qidirasiz deyman. Chunki uyni hammaga ham berishavermaydi. Bunaqa uylar haqiqatan qimmat ham bo'ladi. Aytaman, batdan olmang, mana bu taraflardan oling, yaxshiroq bo'ladi, narxi ham arzonroq bo'ladi va o'zingiz ham bemalol tinchroq turasiz. Chunki universitetga yaqin joylar juda ham shovqinli joylar bo'ladi. Siz kechqurun yurganingizda ham mashina to'xtamasdan o'tib turgan bo'ladi. Bilmadim, kimga qanaqa, hamma o'zini holatini kelib chiqib oladi. Menga bu narsa yoqmaganligi uchun men shahar markazidan sal chekkaroqda o'zimga sokin bo'lgan joydan olganman va tabiat ham men uchun yaxshi, chunki Latviyada tabiatli joylar juda ham ko'p. Mening uyim yon atrofim polностью yashil zona, menga mana shu narsa ma'qul. Keyingi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, uyni oldingiz ham deylik, o'zingiz arendaga oldingiz, olganingizdan keyin uyli egasidan oylik mana shu kommunalka nech pul chiqib turganligini qog'ozga keladi. O'sha qog'ozni ko'rsatishligini so'raylar va o'sha qog'ozga qarab turib, siz asl kommunalka qancha bo'lib turganligini bilasiz. Chunki Latviyada yurganlar bilishadi. Bu yerda ss.com programmasi bor. Mana shu programma orqali siz Latviyadagi uylarning arendasini veb sayti orqali, telefon programmasi orqali ko'rsangiz bo'ladi. O'sha yerda ko'pincha yozib qolishadi. Kommunalka 150 euro yoki 100 euro yozda yoki 80-70 euro deb qo'yishadi. Aslida unaqa emas. Hattoki yoz oyida ham 160-140 eurogacha boradi. Bu darajada arzon bo'lmaydi. Buni 70-60 euro chiqishligi uchun siz xuddiki hech narsa ishlatmasligingiz kerak-da. Bir oy davomida dush qilmaysiz, bir oy davomida hech bo'lib svetlardan foydalanmaysiz. Shunda o'zidan o'zi jami soliqlari bilan o'zidan o'zi chiqib ketib qolar, shu narxda o'zi management feelari bilan, lekin ko'p holatda 100 eurodan tepa bo'ladi. Shuning uchun aniq bilib so'rab oling, kommunalka nech pul chiqishligini. Chunki men o'zimda xuddi shu xato bo'lgan. Kommunalka haqida unchalik tushuncham bo'lmagan, Latviyani tizimi haqida yangi kelgan odam edim men ham. Lekin keyinchalik tushunib yetsam, bu baribir shuncha to'lashim kerak ekan, lekin boshda so'raganimda menga ham aytishgan 150-200 euro atrofida keladi deyishgan, lekin undan qimmatroq kelgan. Ayniqsa u qish davri edi. O'tgan yili salkam -20 graduslar atrofi. U juda ham sovuq edi va uylar issiq bo'lgan, lekin o'shanga yarasha qimmat ham kelar ekan kommunalka. Ya'ni shuning uchun yaxshilab
qidirib uyda egasidan so'rab oladi, uyda egasi ko'rsatadi. Bu allamaydi. Xayoldan ko'tarilib qolgandir, nimadir bo'lgandir. O'zingizni xabardorligingiz uchun ham, mana shu narsalar haqida hisob kitobingiz borligi uchun so'rab bilib olganingiz yaxshiroq. Bu eng asosiy xarajatingiz, ya'ni uy-joy haqida bo'ldi. Ana endi sizlar bilan oziq-ovqat haqida gaplashamiz. Oziq-ovqat masalasi bu uydan keyingi eng katta xarajat turadi. Buni hozir endi agarki yoshingiz 20-25 yosh atrofida bo'lsa va uyingizda O'zbekiston holatida o'zingiz topib turgan pulingizni oilangizda oziq-ovqatga sarflayotgan bo'lsangiz, unda tushunishingiz mumkin. Oziq-ovqatga qancha ko'p qimmat, ya'ni ko'p pul ketishligini. Unaqangi bo'lmasa, siz Latviyaga kelganingizdan keyin shu narsani kutib olishga tayyor turing. Chunki oziq-ovqat qimmat bo'ladi doimo. Bu degani milliardlab plyus ketadi degani emas. Demoqchi bo'lganim, asosiy uyingizga plyus ketsa, masalan, uy xarajatingiz 200 yevrodan 300 yevrogacha borib turgan bo'lsa, keyingi mana oziq-ovqat xarajatingiz bu kamida 150-200 yevro atrofida bo'ladi. Kimlardadir bu kamroq bo'ladi, kimlardadir bundan ham ko'proq bo'ladi. Hammani o'zini yeyishiga qarab. Men minimum holatini aytib beryapman. Eng kamida 150 yevrodan 200 yevrogacha boradi va eng yaxshi narsa Latviyada supermarketlar nomini aytib o'tib ketaman sizlarga hozir. Talabalar qaysi marketlardan magazin xarid qilishlarini, biz O'zbekistonda Korzinka shunga o'xshashlari bo'lsa, Latviyada Lidl, Rimi va Maxima do'konlari, mana shular o'zi Pribaltika bo'yicha, ya'ni Boltiqbo'yi davlatlar, Litva, Latviya, Estoniya bo'yicha eng mashhur va keng tarqalgan supermarketlardan hisoblanadi va mana shu yerlarda talabalar odatda xaridlarni qilishadi. Ya'ni bir oylik xaridingizni oldindan qilib olsangiz, masalan 5-6 kilogramm kartoshka, 1 kilo so'zi, piyoz, guruch, makaron, go'sht, hamma narsangizni oldindan olib qo'yasiz. Bir oyda o'zi qancha xarajat qilib turganingizni bilasiz va qolgani har kunlik mayda-chuyda xarajatlar, magazindan, do'kondan olib chiqishingiz kerak bo'lgan masalliqlarga ketishligi mumkin. U katta raznica qilmaydi, lekin siz bir oyda bir marta qilib olsangiz, bu sizga ancha arzonga tushadi. Chunki siz bir oy oldin o'zi uyda masalliqda nimalar kerakligi va hammasini oldindan olib chiqib qo'yasiz va sizning eng katta rasxodingiz oyni boshida yo'q bo'ladi. Undan keyin esa sizda faqatgina mayda-chuyda kundalik rasxodlaringiz bo'ladi xolos. Xo'p, talabalarga aytib o'tdik, mana 150 yevrodan 200 yevrogacha borishligi mumkin. Umumiy oziq-ovqat xarajatingiz, agarki siz oziq-ovqatlarni uyda tayyorlab, o'zingiz ovqatingizni tayyorlab, o'zingiz uyda pishirib yesiz. Ana endi hammada ham bo'ladi, ko'chada ovqatlanishingiz kerak bo'ladi. Ko'chada ovqatlanishlikni narxlarini aytib beraman. O'zbek oshxonalarida ham yoki turk oshxonalarida ham shawarma yoki bizdagi lavashga o'xshash fast foodlar bo'ladi. Minimum 7 yevrodan 15 yevrogacha boradi. O'zbek oshxonalarida ham masalan bir porsiya osh 8 yevro, 7,5 yevro, hamma restoranda, hamma kafeda har xil. Minimum shuncha, 7-8 yevro. Endi uni siz bir martangiz abetingiz, kechqurungi baribir ochiqsiz. Bu degani kunda agar 3 mahal osh yeydigan bo'lsangiz ham, bu sizga ancha qimmatga tushadi. Bu 20 yevrodan oshiq o'zi. Shuning uchun o'zi hisob kitobdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Uyda ovqat qilganingiz anchagina arzonga tushadi va bir mahal ovqat qilganingizni siz 2 kunlab yeyishingiz mumkin. Kerak bo'lsa, agar juda ham ko'p qilib yuborgan bo'lsangiz, 3 kunlab yeyishingiz mumkin, aynib qolmasa, xolodilnikda tursa. Shunaqangi. Ana endi sizlar bilan transport haqida gaplashamiz. Bu 3-asosiy xarajat. Transport unchalik qimmat emas, ayniqsa Latviyada. Sababi Latviyada kelganingizdan keyin talabalar uchun skidkalar juda ham ko'p Latviya bo'yicha. Shu sababdan Latviyada talabalar uchun skidka bor. O'zi Latviyada transport 30 yevro turadi va bu butun Latviyani mahalliy transportlarga o'tadi. Bu avtobus, trolleybus, tramvay, metro yo'q bu yerda. Latviyada metro yo'q, chunki o'zi shahar kichkina. Shular. Mana shu hamma mahalliy transportga o'tadi, lekin bu shahardan shaharga bo'lgan poyezdlarga o'tmaydi. Shaharda ichidagi shu poyezd qatnovlari, trolleybuslar, avtobuslar hammasiga bitta kartochkani o'z bilan kirganingizda urib, aktivatsiya qilib o'tib ketaverasiz va buni o'zi har bir kishiga bo'lgan narxi 30 yevro. Talabalar uchun esa 12 yevro hisoblanadi. Bu salkam 58% skidkadan tipi shunaqa. Siz 12 yevroga talabalik holatingizda skidka olasiz va transport kartasi bilan siz bir oylik xohlaganingizcha bez limit
mutlaq cheksiz deyiladimi, cheksiz holatda mahalliy transportdan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, siz ertalab ham chiqib ishlataverasiz, ertalab bitta avtobusga o'tirgan bo'lsangiz va avtobusdan keyin siz tramvay ishlatib turgan bo'lsangiz, tramvayga ham chiqib uraverasiz. Uni umuman farqi yo'q. Bu menga eng yoqqan narsa Latviya haqidagi, ayniqsa mana shu transport. Buni olishlik uchun siz universitetga yangi kelganingizda, siz universitetdan ro'yxatdan o'tkani borasiz va unga study agreement berishadi sizga. Ya'ni o'qishga kelganligingiz haqida sizni tasdiqlash uchun universitet berishadi. Buni vizaga topshirib turganlar bilishadi. Study agreement bergansiz, o'shani kelganingizdan keyin o'shani berishadi va unga qaytadan qo'l qo'yasiz. Va o'sha vaqtda sizga reference letter berishadi. Reference letter bu mana shu ism familiyangiz, pasport raqamingiz, agar telefon nomeringiz o'shanda bo'lsa, telefon nomeringizni kiritib yozishadi. Mana shu talaba bizni o'qiyapti va buni mana shu Riga Satiksme deyiladi. Latviyaning mahalliy transportida faqat bitta monopolist deb atasa bo'ladi buni. Mahalliy transport boshlig'idan qilinadi va bu kompaniya nomi bu Rigas Satiksme. Ana shu kompaniyaga reference letter qilib yozib berishadi. Ya'ni reference o'zbekchada nima desa bo'ladi? Maslahat xatimi yoki siz haqingizda belgilayotgan shu talaba bizda o'qiyapti va mana shu talabaga chegirma beringlar degan holatda tekst qilib varaqda pechat urib yozib berishadi. Siz o'shani Riga Satiksme ofislariga borib, menga transport kartasi kerak deysiz, olasiz va salkam adashmasam 10 yillik ochib berishadi. Yo'qotib qo'ysangiz jarimasi bor, shuning uchun yo'qotib qo'ymaslikni ham maslahat beraman. Va yana bir eslatma narsa, yangi kelayotgan talabalar uchun bu kartani sizga har bir semestr uchun berishadi. Masalan, siz qishda keldingiz va fevral oylarida o'qishingiz boshlandi. Fevral oyida mana shu kartani oldingiz va bu kartangiz adashmasam 6 oy yoki 7 oyda tugaydi. Masalan, men fevralda olganimda shu avgust oylaridamikan adashmasam yoki sentyabr oylarida ishlamay qolgan. Sentyabrning boshlarida ishlamay qolgan va buni so'rasam, universitetdan boshqatdan aktivatsiya qilib olishingiz kerak ekan. Ya'ni har bitta mana shunaqa berilib turgan narsalar ko'pi bitta semestr uchun beriladi. Keyingi semestr universitetingizga borib, boshqatdan o'sha reference letterni olib olasiz, yana olib kelib aktivatsiya qilib olasiz. Keyin shu bilan tugab qolgan vaqti bo'lsa, xohlagan joyingizga borib, ko'chadagi do'konlardan mana shuning uchun pulni to'ldirib olishim kerak deysiz. O'zi tugagan bo'lsa, ko'rinib turadi. Har bitta avtobusga chiqqaningizdan keyin uni aktivatsiya qilishlik uchun o'sha bitta joycha bo'ladi. Urasiz, tillagan ovoz chiqadi. O'sha yerda datasini yozib beradi, qaysi kun tugashligini. O'shani olib turib, siz o'zingiz bilib olasiz qaysi kun tugaganligini. O'zi esdan chiqarib qo'yganlar bo'lsa, odatda esingizda turadi doimo. 30-kun to'layapsiz, keyingi oy ham 30-kunni to'lashingiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha xarajatlarga keladigan bo'lsa, bu albatta telefon va internet, albatta ko'pchiligiga SIM karta to'lovlari kerak bo'ladi. Latviyada talabalar o'zi ikki xil holatda SIM karta ishlatishadi. Bu yoki haftalik ishlatishadi SIM kartani to'lovini yoki 1 oylik. Endi sizlarga mana shu joyda aytib o'taman. Endi hammaga har xil, lekin 1 oyligini olsangiz yaxshiroq, chunki 1 oylik ham talabalarga o'rtacha 15 yevrodan 20-25 yevrogacha borishligi mumkin. Bir haftalik har hafta to'layveraman deydigan bo'lsangiz, unisi haftasiga bez limit, ya'ni cheksiz internet, SMS, telefon shular bilan ishlataman siz 5 yevrodan bo'ladi. Lekin bu Latviyadan tashqariga ishlamaydi. Siz Latviyadan, ya'ni butun Yevropa ittifoqida ishlagan SIM karta olishligingiz uchun, uning uchun ID kartangiz, Latviyaning ID kartasi bo'lishi kerak. O'sha ID kartangiz bilan borib o'shanga ochtirishingiz kerak. Ungacha bo'lsa, o'sha haftalikni ishlab tursangiz bo'ladi, lekin 5 yevrodan o'zingiz o'ylang, 20 yevro ketadi. Eng zo'r tomoni mana shular xizmat ko'rsatish ofislarida, xizmat ko'rsatish ishlarida Latviyada, umuman butun Yevropada, ko'p davlatlarda, dunyoda ham talabalik ID kartasi, ya'ni studentskiy holatda sizga juda ham katta imkoniyatlar va chegirmalar beriladi. Ayniqsa mana shu SIM karta sotib olganingizda ham, sayohat qilib turganingizda ham, boshqa bir dunyoni sayohat qilib turganingizda muzeyga kirmoqchi bo'lsangiz, masalan, ID karta bilan, ya'ni studentskiy karta ham ID kartangiz bilan Louvrega kirish tekin. Louvre muzeyi Parijda. Buni ko'pchilik bilmaydi. Meni ko'rib turganlar biladi. Louvrega kirish 28-23 yevro bo'lsa, mandaqangi talabalarga, ya'ni Yevropani ID kartasi bor talabalarga tekin. O'zini veb-sayti bor, o'sha yerdan ro'yxatdan o'tib ko'raverasiz. Bu bilan aytmoqchi bo'lganim, har bir boradigan joyingizda men o'zi talabaman, men ID kartam bor deb ko'rsatib, men talabaman, qanaqadir chegirma bormi menga deb so'rasiz, ularni o'zi ham bilmasligi mumkin-da. Tekshirib ko'radi, bor bo'lsa, sizga mana sizga bizdan 10% yoki bizdan 20% chegirma bor ekan, sizga qilib beramiz deydi. Chunki buni ko'pchilik o'zi bilishmaydi ham, ko'pchilik buni talab ham qilmaydi, lekin borib so'rasangiz aytishadi. Ayniqsa SIM kartalarda, mana shu xizmat ko'rsatish joylarida borganingizda,
o'zi aytishadi, ba'zida esidan ham chiqarib qo'yaman, bir marta so'raganimda 25 euro deyishgan, undan keyin so'raganimda 18 euro deyishgan. 7 euro farq qilyapti. 18 euroligini olasiz, ishlatasiz. Oyiga bez limit ishlaydi. Chet el davlatlarida, Yevropaning Schengen zonasi davlatlarida oyiga 36 gigabaytgacha yoki 28 gigabaytgacha beradi. Sayohat qilganingizda siz ortiqcha sim kartangizni sotib olishingiz shart emas. Bu naborot qulay-ku, to'g'rimi? Eng asosiy qo'shimcha xarajatlardan birinchisi o'sha telefon va internet rasxodligi ketdi. Bu ba'zilar sim karta ishlatadi, ba'zilar umuman menga sim karta kerak emas, menga faqat Wi-Fi kerak deb, balki Wi-Fi ishlatishar. Bu ham shunaqa narxlar atrofida bo'ladi. Keyingisi sport zal. Ko'pchilik zalga chiqamiz deyshadi. Kelgandan keyin ham zalga chiqadiganlar, zallarda narxi o'rtacha 20, 25, 30, 35 euro atrofida bo'ladi. Undan ham qimmatroqlari bor. Siz qanaqangi darajadagi o'sha zalga klientligingizga qarab, o'zining membership bo'ladi, oylik a'zolik klubi bo'ladi. O'sha klubda qanaqa darajadaligingizga qarab, bir oliy tabaqali darajasida a'zosi bo'lmoqchi bo'lsangiz, bir 50 euroni shuna to'lov bilan yurasiz. O'rtacha holatda o'zingiz uchun arzonroq ham studentskiy bo'lishini istaydigan bo'lsangiz, o'rtacha 20 eurodan 35 eurogacha mana shu sport zal bo'lishi mumkin. Bu ham qo'shimcha xarajatlar hisobiga qo'shib ketdim men. Endi bir oyda bir marta yoki qanchadir vaqt ichida o'rtoqlaringiz bilan kinoga borish, ko'chada, qahvaxonada, kofe ichish, dam olish, piknikka borish, bir baliq ovlagani borish yoki nimadir ishlar qilish bo'lsa, ko'ngilochar ishlar deyiladi-ku o'zimizda ham. Shunga o'xshash ishlar qilamansiz. Oyida endi qo'shimcha oyiga talaba hamma rasxodiga qarab 50 eurodan 100 eurogacha qo'shimcha ishlatishligi mumkin. Bu ham qo'shimcha xarajatlar ichiga qo'shib ketdim, chunki har bir odam bir oyda o'zi uchun qanaqadir qo'shimcha ish qilar. Ba'zilar sayohat qiladi, ba'zilar o'sha yerda kinoga borar, kinoteatrda. Kimdir piknikka borar, kimdir Latviyaning ichidagi qaysi bir shaharga sayohat qilib kelar. Borda 50 euro, biletlar 5-6 euro turar. Shunga o'xshash narsalar ham qo'shimcha xarajatlar ichiga kirib ketdi. Ana endi umumiy hisob. Kvartira uchun taxminan minimum hisobladim 200 eurodan 250 euroga, oziq-ovqat uchun ham 200 euro atrofida, chunki Latviyada hozir narxlar oshib boryapti, ayniqsa oziq-ovqat butun dunyoda oshib boryapti. Bunga ham 200 euro deb hisobladim. Bu bundan kamroq, bundan ko'proq bo'lishi mumkin. Bu men uchun balans hisobdagi narx. Endi sim karta, sport zal uchun qo'shimcha qiladigan xarajatlaringiz bilan oyiga 100-150 euro ketib qoladi. Buni ham qo'shdim. Jami 500-600 euro talaba sifatida bir oyda xarajat qilyapsiz. Bu taxminiy narx, lekin reallikka yaqin bo'lgan narx ham. Chunki kimdir sizga men oyiga 300 dan kam rasxod qilaman degan bo'lsa, bilmadim odam qay darajada yashayapti yoki nima qilyapti. Men hali u darajaga ham chiqa olmadim. Chunki ko'pchilikdan so'raganimda ham bu narx juda ham nereal narx. Bu holatda rasxodlar yoki bu darajadagi past rasxod bo'lsa, menimcha yana ham Latviyada talabalar ko'payib ketsa kerak. O'rtacha rasxodlar shundoq ham O'zbekiston holati bilan deyarli bir xil. Endi yevroda 600 euro yoki 500 euro, dollarda 100 dollar yoki 150 dollar qimmatroq bo'ladi, balandroq bo'ladi. Xulosa o'rnida aytib o'tadigan bo'lsam, Yevropani boshqa ko'plab mamlakatlariga qaraganda Latviya hali ham ancha arzon variant hisoblanadi. Umumiy qilib solishtirganda bu lekin. Ayniqsa masalan deylik, men hozir jami rasxodingizni aytib berdim. Bu 500 eurodan 600 eurogacha yoki 600-700 euro atrofida bo'lishligi mumkin. Boshqa davlatlarda, ya'ni boshqa Yevropa davlatlarida qaysidir qismi yoki mana shu xarajatlarda 5 ga bo'lgan bo'lsam yoki 4 ga bo'lgan bo'lsam, oziq-ovqat arzon bo'lar qaysidir davlatda. Masalan, Germaniyada oziq-ovqat haqiqatan arzon edi. Men sayohat qilganimda ko'rdim. Latviyadan kerak bo'lsa qaysidir mahsulotga nisbatan 2 barobargacha ham arzon. Germaniya haqiqatan oziq-ovqat bo'yicha ancha arzon ekan. Lekin Germaniyada talaba yashash, hatto o'sha talabani yotoqxonasi, talabalar dormitory'si oyiga 700 euro plus minus bo'lyapti. Latviyada bo'lsa 250-300 atrofi, 400 gacha ham deylik. Lekin 700 bas, 600 bas, 500 ham bas. U juda ham katta. Bu degani umumiy holatda agar Germaniya bilan solishtiradigan bo'lsangiz, Germaniyada talabalar yotoqxonasi, o'zingiz alohida tursangiz, bu oziq-ovqatingiz arzon bo'lishi mumkin, lekin mana yotoqxonaning hisobi bilan baribir umumiy hisobda narxi balandroq bo'ladi. Shu sababdan Latviyada umumiy rasxodlaringiz boshqa davlatlarga qaraganda kamroq bo'ladi. Lekin qaysidir qismda, qaysidir davlat arzonroq bo'lishi mumkin. Bu tabiiy hol, hammasida har xil. Shu sababdan o'zingiz yaxshilab izlanib ko'ring har bir davlat haqida. Lekin
hozir ham statistika bo'yicha olib qaraydigan bo'lsangiz ham, men Telegram kanalimda mana shu har bir davlatni, har bir shaharni o'rtacha oylik rasxodini talaba sifatida emas, umuman oddiy odam sifatida ham oylik rasxodini ko'rsatadigan veb-saytni tashlab qo'yganman. O'sha yerdan topib olsanglar bo'ladi va ko'rib chiqsanglar bo'ladi. U ham har bir yillikini yangidan ko'rsatib boradi. Endi men umumiy holatim Yevropa bo'ylab ko'plab mamlakatlar bilan solishtirganda Latviya hali ham talabalar uchun eng arzon variantlardan biri hisoblanadi. Ana endi siz Latviyaga o'qish topshirmoqchi bo'lsangiz, Telegram orqali menga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men Latviyaga talabalarni yuborish, o'qishga kirishida va kelishida yordam berish bilan shug'ullanaman. Ya'ni konsalting xizmatini yo'lga qo'yganman. Buni Instagramdan yoki Telegram kanalimdan kuzatadiganlar ko'pchilik bilishadi. Va xudo xolasa YouTube'da ham mana shu talabalarimiz bilan one on one, ya'ni birga bir bo'lgan intervyularimizni, ular bilan bizning jarayonimiz qanday kechdi va Latviyaga kelib moslashganidan keyin hayotlari qanday ketyapti, shular haqida ham videolar qo'yishni boshlaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.